odam zakiy odam ekan. Podsho shu bir savol javob qilgan payt saroyda zakovatiga oshiq bo'lib, bir xumtirlab beringlar bunga deb bir xumtirlab beryapti. Haligi odam olib ketsa, vazirni g'ayirli kelibdi-da, podshohim bu odam shu bir xumtirlaysizga loyiq odam emas edi deb bekor beryapti. Aqling kelsa qaytarib olib ketdi. Vazir orqasidan ot choptirib oldi, u bechora cho'l o'rtasiga borib qo'ygan ekan. Keyin to'xtatdi-da, bizda ozgina anglashilmovchilik ketib qolibdi. Podshohimiz bir ikkita savol javobga loyiq bo'lsa ketaversin, bo'lmasa bir xumtildan qaytarib qo'ysin deb aytdi. Bemalol. Senga savol. Xudo nimani yaxshi ko'radi? Xudo bir banda, ya'ni bir musulmon boshqa bir musulmonni aybini yashirganni yaxshi ko'radi. To'g'ri topding deb. Lekin savol. Xudo nimani yeydi deb. Bu aytibdiki, Xudo bandani g'amini yeydi deb. To'g'ri topding deb. Uchinchi oxir savol. Xudo hozir nimani xohlayapti deb. Jim bo'lib qoldi yerga qarab. Gapir zo'r javob beradi dedim-ku desan. Hozir shu juda balanddan kelib savol berdingiz, men pastdan turib javob bera olmayman deb. Nima qilaysiz? Otdan tushingiz, men chiqay deb. Bo'pti. Otga minibdi, u tushibdi. Gapir, Xudo nimani xohlayapti desa. Xudo hozir bitta peshkon bergan odamni otib bo'lishini xohladi deb. Hozir sog' bo'lasizlar deb turib ot choptirib ketib qoldi. Subhanalloh. Bechora keyin piyoda qaytib ketdi vazir. Podsho rost ustidan kulibdi. Dedi, "Tu shu falon viloyatga borganda bir topamizsin" deb. Boplabdi seni, battar bu deb. Keyin bir yo'li chiqib qoldi. Haligi odamni toptirib. Keyin "Labi podshohim" deb kelsa, quchoqlashib ko'rishib, "O'tgan safar vazirni boplab seni maza qildim" debdi. Shu payti men nasr qilib qo'ydim. Shu aql zakovatiga yana bir qoyil qoldim deb turib, senga hozir tanlash imkoniyatini beraman. Xohlasang 200 tilla beraman deb. Xohlasang 200 ta qo'y beraman deb. Xohlasang bir chekkadan suvli joydan bir yaxshi bir bog' beraman. Qaysi birini tanlaysan desa, aytibdiki, "Podshohim, siz shunday bir katta davlat podshohisiz, juda buyuk odamsiz. Sizni orqangizdan so'raydigan yo'q" deb. "Sen buni nimaga berding" deb. "Shu mayli desangiz, men 200 tillani olsam" deb. 200 ta qo'ydi ham olsamda, hali bog'ingizni mazaq bog'ib yursam nima deysiz? Haligi sizni orqangizdan so'raydigan yo'q deb tilini qisib qo'ygan-u. Bechora noiloj bo'ldi, olaver deb berdi deb vazirga qarab, "Tezroq ketmasang, hozir butun podshohlikni tortib olaman"